Bugun 2025-yil 1-iyun. Hop, 18-mart kuni ekilgan Ma'miston ro'zivi pomidorlarimizga ozgincha kapinidan bugun oziqa beryapmiz. Ozgincha ma'lumotini berib o'taman. Nimalar berilyapti? Hop, 100 gram borniy kislota, 100 gram yantarniy kislota, 1 tonna suvdiki hammasi aytayotganlarim. O'sha 5, 15, 45 mikroelementdan Novagro firmaniki. Undan 100 gram. Ham oxirlari ikkalasi ham. O'sha Novagroniki ham 320 mikroelementdan 100 gram qo'shildi. Qo'shimchasiga 100 gram temir qo'shib yubordik. Hop. Magniy nitrat yarim kilo. Keyin mana shu ideal bekdan pink sara pomidorlarimizga bergandik ro'ziviga. Ideal bek oldin odatda nimaga berardik? Reziskaga, ishirishga berardik. Donini ishirishga berardik. Yaxshi effekt berardi o'zini berganimizda 400 gram, 500 gramdan berardik 1 tonnasiga. Mashindan ham yarim litrdan qo'shyapmiz. O'zimizni O'zbekistonniki 10-43 dan Agrogreen firmaniki. O'shandan qo'shib pink saralarga berdik. Effekti rosa yaxshi bo'ldi. Dadam ko'rib aylanib chiqib effekti yaxshigina effekt berdi. Shuni o'zi ham nima qilyapti? Chunki pastidagi kistlaridan ko'ra, bu tepadagi kistlari kattaroq bo'lganda. Mana shu o'rtada 1, 2, 3-kis, 4-kis, mana 5-kislar ham normalniy katta, 6-kislarni ham ushlagan biroz. Biroz 7-kis bor. Pastidagi kislardan tepasidagi kislari kattaroq bo'lsa, o'zi yaxshi qarov, yaxshiroq bo'lgan bo'ladi shu. Mana. Pastlardagidan ko'ra tepalardagi yaxshiroq bilingan effekt. Pomidorlar yana ancha qizarishga kelib qoldi. Endi buni Xudo xolasa shu bilan endi chorshanba kuni teramiz deb niyat qilib turibmiz. Chunki ungacha uyda bo'lmaymiz. Kelganimizdan keyin mana terim qilamiz. Mana bu o'sha Ma'miston ro'zivi pomidorlarimiz. Bu pastki tomonidan ko'rinishi. Bularni shu cherez barglari olib chiqilgan. Tagidan birinchi kistni tepasi, ikkinchi kistni pastigacha barglari olib chiqilgan. Necha kun kunlar salqin bo'lib, keyin kechadan beri kun isib ketganiga pomidorlar ham ozgincha qiynalyapti. Bu yoqlar ham hammasi qizarishga o'tib ketdi. Ma'mistonda ko'proq o'zi 5 ta 6 ta bo'lar ekan. Solishi ham bir boshqacha uzumga o'xshab solar ekan.
Yaxshi, o'zi ertaroq qizarishga o'tib qolganda kalibrlari ham kichkina bo'lib qoladi yo'q deb o'yladim. Yo'q, lekin yomon emas hozir shu holatida ham. Bunga shu boya oziqani berdik. Shu общий 1 tonna 300 dan suv ichdi-da bular. O 5 sotikka 2 tonna 600 suv qo'yildi. Kapelnidan bo'lganligi uchun. O'zi necha kundir ham salqin bo'lib, nima qilganiga suv namligi baribir bo'lgan o'zini. O'shaning uchun ham bitta-ikkita ko'chatimiz so'libdi. Mana shu pomidorni kimni esida bo'lsa, agar ko'rgan bo'lsa, video qilib qo'ygandim 10 talik deb. Shuni hosilini ko'tara olmay yig'ilib uzilib ketgan ekan pashti. Shu narsani ip bilan baylab tashladim. Qoyilligin. Qizardi, ko'm-ko'gidi bular hammasi. Keyin mana shu yerda mana shu pomidor mana shu yerda bo'lgan. Xuddi mana shunaqa ko'm-ko'gligida, xuddi shunaqa ko'm-ko'gligida mana shu yerda nimadir qilayotganimda uzilib ketgandi. Shuni prosta mana shunaqa qo'yib qo'yildi. Qoyilligin. Shu ham qizarib ketibdi, shu turgan joyida. Mana shunaqa bo'lsa-da, kalibrlari 5 tami, 6 tami bor bitta bizda. Bu endi tepa tomoni, bu bari tepa tomon boshqacha bo'ladi. Mana ikkinchi kist, 3-kist, 4-kist, 5-kist va 6-kist. Bu endi tepa tomonlari yaxshi ushlagan, hammasi bexato hisobda ushlagan. Yaxshi, kattaliklari ancha ishib nima qildi. Men ertaroq qizarishni boshlab qolganiga nima qilib qolsa kerak, mayda bo'lib qizarib qolyapti deb o'yladim. Lekin yomon emas. Ancha o'ylaganimizdan ancha yaxshiroq. Buni endi xudo xolasa chorshanba kuni bundan ham teramiz. Agar ulgursak naryoqdan. Ungacha bu yoqlar ham ancha qizarib ketadi. O'zi ko'p qizarib qoldi. Endi narx navosiga keladigan bo'lsak, kechagi kungisi 10,5 ming so'mdan bo'ldi. Endi kelganimizdan keyin teramiz, baribir necha pul bo'lsa ham shu necha pul nasib qilgan bo'lsa bizga necha puldan sotish o'shanda ko'ramiz. Lekin hozirgi o'zida ham mana qizarganlari bor, qip-qizillari. Bu qator chekka qator ham hosillari vobshe dahshat bo'ladi o'zi, havo yaxshi aylanganligini hisobiga. 3 ta kist o'zi yetadi-da. Shu 3 kilo chiqadi pashti. 3 ta kistini o'zi. Tomonga quyosh bo'lib qolganligini hisobiga sal ko'rinmayapti. Namstinda kengroq ekish kerak ekan. Orasi kattaroq bo'lishi kerak. Biz endi 40 ga ekkanmiz, 50 ga 40 qo'yganmiz. Bu tor ekan. Buni 50 ga bunaqasini ham ko'chat orasini ham 50 qilaverish kerak ekan bemalol. Bunaqasiga 60 mi qilinsa ancha yaxshiroq bo'lar ekan menimcha. Chunki bir xil joylari, kengroq joylari, sifatlari ham hamma tomonlama zo'r, ideal. Mana shuni ham ko'rsak bo'ladi.
Shu yerda 4 ta bo'lsa, mana bunda 6 ta. Mana 3-kist 5 ta. 4-kist ham kalibrlari yaxshi. Endi xudo xolasa terganda, tonna berganda ma'lum bo'ladi. Qanaqaligi.